Aka salom. Butun shaharni zombilar egallab oldi va sizlar bilan bugun zombi apokalipsis va'da qilganimda chiqardim, lekin bu telefon versiya bo'lib qoldi. Noiloj bo'lib qoldim, chunki foydalanuvchilarga bunaqangi zombi ulash qiyin bo'ldi. Sizlar bilan men Mertova Streamers va albatta sizlardan Narvanya qolaman. Kech bo'lishiga qaramasdan soat qarasanglar bo'ladi. 12 ga yaqin men sizlar uchun video olaman. Qani bo'lmasam videoga qaytamiz. Zombi Minecraft Apocalypse City. Bo'lmasam misol o'yinga kirib olsin, sizlar bilan Narvanya ko'rishamiz va buni ikkinchi qismi bo'lishi kerak. Ikkinchi qism uchun atigi 2 ta like va 10 dan oshiq prosmotr kutib qolaman. Iloji boricha 1-2 kunda yig'ishga harakat qilinglar, chunki albatta meni ham vaqtim yo'q. Dadam kelib qoladigan kun. Bo'lmasam, videoni boshlaylik. Tak, hammaga salom. Sizlar bilan men va zombi apokalipsis boshlanganiga 1 oy bo'ldi va mana men o'zimni do'konimda o'tiribman. To'g'ri kafemda, lekin ko'chada zombilar bor. Xo'sh, do'stlar, 1,5 ta jonim yetmaganiga bitta non, 5 ta granat. Bilmadim qanday qilib bu hayotda yashash mumkin. Yoki o'lasan yoki o'ldirasan. Albatta o'lishim aniq, chunki menda patronlar va patronga bo'lgan bir nechta qurollar menda kam va mana bu yaramas golemlardan ham bir foyda chiqmayapti. Xo'sh, ko'rib turibsizlar, o'zimni kafemdagi bor narsalarni oldim va endi ko'chaga chiqish kerak. AK-74 eng kuchlisi, chunki qalqonim sinib ketdi. Menimcha qalqonim 2 hafta oldin sinib ketgandi. Zombilar butun shaharni mana shu yaramas tuman orqali egallab olishdi, chunki 1 oy oldin bu yerda sekin tuman boshlangandi va mana bizni yengish uchun butun ana kelishyapti. Men kachествоni to'g'irlab olay. Bo'ldi ana. Takana kelishyapti. Kelinglar, ozginagina shu mahallik ishlatamiz bu yerda. Hozir bo'lsa ko'rasizlar. Olinglar bo'lmasam sizlarga. Ana bo'ldi. Bizning yordamchimizni chaqirdim, chunki jonim kam va bilamanki meni o'ldirib qo'ymaydi. Sekin. Buni qaranglar. Headshot qilyapti hammani. Ustiga o'tirib olsam meni ham deb qo'yadi. Xo'sh, bir do'kon bor edi menimcha. Mana chiqib kelyapti. Bunisi menga ajoyib headshot bo'ldi. Mutantlar ham 1 hafta oldin kelgan va shu yaramas mutantlar deb butun shahar zombiga aylanyapti. Chunki mutantlarning o'rtasida qandaydir sekin. Menimcha banditlar bo'lsa kerak, bu yerda juda ham ko'p uchraydi. Ehtimolga qarshi granatani olib olgan yaxshiroq. Jonim juda ham kam, chunki uzr do'stlar, videoni yoqishga ulgurmadim, lekin men doktorxona topib oldim va mana doktorxonaning tomiga chiqib oldim. Bu yerdan aptechka topib sekin ichib oldim va mana ko'rib turishingiz mumkin men qayerdaman va menda albatta hech narsa yo'q, lekin bitta totemni yo'qotishga to'g'ri keldi, chunki qalqonim sinmagan ekan, chunki qiyin bo'lyapti. Xo'sh, bu yerdan sakrasam aniq hozir men headshot bo'laman 100%, chunki bu yerda juda ham baland. Tomiga chiqib oldim. Buni ustiga bu doktorxona ham bekitilgan va zombilar bilan to'qnashishga to'g'ri keldi. Shuning uchun ham menda totemni yo'qotish va qurollarim birortasini ham yo'qotmadim, chunki zombi egalab qo'ygandim va u ham qochib ketdi. Endi esa pastga tushamiz. Hayot uchun kurash, chunki yaqinda menda ko'rib turganingizdek ovqat va qurol-yarog'lar tugadi. Albatta suv, konserva va zaxira kunga asrab qolgan granatalar. Xo'sh, bu kichik ofitser va mana bu yerda katta bir doktorxona yig'indisi. Tak, mana bu yerdan zombilar bo'lishi kerak. O'zi yaramas qizil ko'zga ishonish kerak emas edi. Men maktab bolasi edim 1 oy oldin. To'g'ri, maktab ham bekildi va maktabga borganimda bittasini otib o'ldirishdi va bizning doktor bor edi. U bizni maktabni har doim nazorat qilardi va bizni maktabni yomon ko'rardi, chunki bizni maktabdagi bir o'qituvchi uni ishdan haydamoqchi bo'lgan, chunki u biz uchun zo'ravonlik qilgan, ya'ni bizdan pul talab qilardi maktab uchun deydi, lekin bizni aldardi. Va telefonimgacha berib yubordim. Shuning uchun ham mana o'tiribman endi o'zim. Va o'sha qizil ko'z yaramas shunday
bir mutantni qo'yib ketdi va mana hamma yerga zombilar tarqab ketishni boshladi. Endi bilmadim nima qilsak bo'ladi. Pistoletni ushlab olgan yaxshi. Hayotimiz tubdan o'zgarib ketishini qayerdan shorshara bu yerlarda ehtiyot bo'lish kerak, chunki mutant qo'yilgan bo'lishi mumkin va mana yana bittasi. Gale mutant menga yordamga kelishing. Sekin yordam kelishi kerak. Ajoyib. Bulardan hatto ikkita bo'lsa, meni ham qiziqroq. Sekin taykona shunday. Keyin AK-74 ni olib olgan yaxshiroq. Mutant tirilishi ham mumkin. Oy. Qochish kerak. Bu yerda zombilar bor va meni qilsam ham bo'lar ekan. Skelet mutant. Endi bunaqasi ham chiqibdi qaranglar. Skelet mutant. Xo'sh. Daryo bo'yicha menikim. Yo, men o'lishni istamayman. Xo'sh, suvga tushishim kerak. Tepaga. Sekin. Nafas olib, sekin oroldan qochib ketaman. Men qochib ketaman chunki bu orolda yashagim kelmayapti. Noldan o'zimni shaharni quraman do'stlar. Menimcha bu yaxshi qaror. Bu shaharni kelamiz, lekin albatta resurslar uchun kelamiz, lekin o'zimiz umuman taksiga bu yerda ham zombilar bo'lishi mumkin. Mana bittasi turibdi. Buni esa biz osmon va parlarga uchirib yuboramiz. Kalashnikni to'g'irlash kerak va zombi qani. Oyoq osti qilib o'ldirib tashlaymiz. Jonimni ham tiklab olaman va albatta bu yerdan qochib ketaman. Chunki do'stlar, bu shaharda zombilar bor ekan, biz o'rmonga qarab yo'lga otlansak bo'ladi. Lekin qo'rqtirganingizda o'rmonda ham xavf yo'q degani emas. Patronlar qolmay qoldi. O, zombi kalemlar, yordamingiz kerak bo'lib qoldi. Zombi kalem debman, mutant kalemlar. Va mana shundan keyin men ham zombiga aylandim va meni bir doktor qutqarib